Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi tug'ilgan kun egasi Farida opa bilan bog'landikmi? Ha. Yaxshimisiz onajonim? Sog' salomatmisiz? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimi? Hayot tashvishlari, ro'zg'or ishlari, farzandlar tarbiyasi va ularga mehr berishda charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat, charchamayapman. Ayni damda sizni omonat tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ha? Avvalambor bugungi ajoyib kun, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukrona kuningiz. Qarshi olgan yana bir bahoringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Qarshi olgan yoshingizga yana ko'p yoshlar qo'shilsin. Umringiz uzoq va sermazmun bo'lsin. Farzandingizga bosh bo'lib yuring ilohim. Rahmat. Onajonim, bugungi shukrona kuningiz munosabati bilan sizga o'z samimiy tilaklarini, yaxshi niyatlarini va o'zgacha tabrikni yaqin insoningiz bizga omonat qilib topshirdilar. Kim ekan u yaqin insoni? Bu yaqin insoningiz kim deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'ring-chi. Bilmasam. Yaqin singlingiz, dugonangiz deb ta'riflashdi. Hech bilmayapman. Bizning omonat tabrik loyihamizga sizni yaqin dugonangiz desa ham bo'ladi. Sizni yaxshi ko'rishlarini takror aytib o'tgan mehriboningiz, ko'zingizni oq u qorasi, yaqin singlingiz va dugonangiz Nodira opa, qizingiz Sevara va nevarangiz Alisherjon, Muslimaxon va Rustamjon yo'llab qolishgan ekan. Rahmat. Endi ijozat bersangiz bu omonat xatimizni sizga o'qib eshittirsam. Mayli. Dugonajon, hayot tashvishlari, ro'zg'or degan yugurlar bilan bir-birimizdan biroz uzoqlashib qoldik. Balki har kuni gaplasha olmayotgandirmiz. Lekin sizning qalbingizda o'rningiz hech qachon bo'shab qolmagan. Men sizni juda ham sog'indim. Mana shu dildagi sadrlarni qabul qiling. Bu xuddi sizning beg'ubor yoshligingizdek samimiydir. Tashvishlar ko'p ekan hayot bog'ida. Qolibmiz ayrilib ishning dog'ida. Sog'inchlar aytilsin baxtning chog'ida. Sizni unutmadim qadrdon do'stim. Yillar o'tsa hamki ko'ngil uzoqmas. Bizning rishtamizni hech kim uzolmas. Sizdek sadoqatli yo'ldosh topilmas. Bayramingiz muborak bo'lsin, mehribon do'stim. Rahmat kattakon. Shunday xursand bo'ldim. Rahmat. Bizni omonat tabrigimizni qabul qilganingizdan benihoyat xursandmiz onajon. Rahmat. Nodira opaga ham, qizimga ham, nevaramga ham, hammalaringizga, sizga ham kattakon rahmat. Rahmat, sog' salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin onajon. Rahmat kattakon. Juda xursand bo'ldim. Hech ham kutmagan edim. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Kelinglar. Xo'p.